Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlarim. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati, Yangi Namangan tumani Yoshlik chorva bozorining oldida, ya'ni eski nomi Samarqand sovxozi edi. Shu yerdan o'zimizda haqiqiy ro'zg'or bor, puli yengil, tug'unajini puliga ona bola oladigan joylariga yetib keldik. Xudo xolasa pullari o'ta yengil ekan akalar. Kelib bemalol savdo qilib olishingiz mumkin. Bugun 30-sentyabr haftaning seshanba kuni 2025-yil. Habibulla ukamiz bizga naqd-navolar tanishtiradi. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Bir boshdan ketaveramiz a? Xudo xolasa yeb ichish sog'liqlari garantiyasi. Hammasini sinab ko'rganmiz. Hammasi yaxshi holatda. Dehqonning qo'lidan bizga kelgan, bozorga chiqmagan bu mollar hali. Bitta kichkina bo'zachani puliga endi bola qilib beramiz, xudo xolasa. Buni bolasi bunachinchi ekan. Nechinchi qorin bu? 3-chi, 4-chi qorin bular hammasi. To'shni bilmaymiz, bizga ham kelgan. Ular ham bilmagan chunki aytgani ham agar yolg'on bo'lib qolmasa, mana shu holatiga hisoblanib qilib olishadi. To'shni bilmaymiz qaysi qoringaligini. Qani? 10 ta suti bor deb olganmiz egasida. Biz hali soqqanimiz yo'q. Bolasi emib yuribdi. Bolasiga yarasha suti bor ekan hozir. Yo'q, sut serob buni aka. 10 ta suti bor deb olganmiz. Doim emib yuradi demak-a. Tagi juda kuchli tagi aka buni. Nech pul aytamiz endi uni pul? 15 million bersa bo'ladi bunga. 15 million. 10 ta suti bilan xunajin bolali, bola ham sifatli aka, chiroyli. 10 ta emas. 4-5 ta sog'asin, bola. 5 ta sog'a o'lsin. Hop, keyingisi mana qora. Bolasi bu qacha ekan, dadil ekan mana shu. Bu qacha. Bolasidan $1000 olaydi hozir ham. Bozorga olib chiqsa. Chiroyli. Bu qacha chiroyli sifatli, tagidan chiqmagan bu ham. Bu ham yem yuribdi haligacha. Onasi ham yosh. Birinchi, ikkinchi tug'ish xolos bu. Bo'ylari 1.25 yonib berida keladi. Buning narxi necha pul aytamiz? Buni 26 million bersan aka. 26? Kami bor. Kami bor. 26. Ular bo'g'oz bo'lsa aytib ketasiz. Bu bo'g'oz bo'lishi mumkin. Bo'g'oz bo'lishi mumkin. Bolasi katta, chunki dalani mollari hammasi qochgan bo'lishi mumkin. Tekshirib ko'rishadi. Bo'g'oziga pul olmaymiz. Bonus bo'lib ketadi. Bolasi xunajin. Buni ham bolasi xunajin, buni ham lekin egasi qochganda bergan bizga. Buni emini qochgan 1-2 oldin qo'yganmiz deb anaqa qilgan. Biz oldi, taglari zo'r. 8 ta 10 ta suti bor buni ham. Bolasi ham xunajin, chiroyli bolasi. Hozir ham yem yuribdi ekan, qarang. Bilinib turibdi. Bolasini nima, kindagida kirishasizmi? Yo'q. Uzashda qara. O'zi kindaklab uzoqcha. Kindaklab uzoqcha ekan o'zi. Xo'p, qani? Nech pul endi hozir? 15,5 bersin bunga aka. 15,5. Bo'ylarini 1.20-25 o'rtasida olaverasiz. Lekin mollarning eti juda ariq, mana ko'ryapsiz. Dalani mollarda. Dalada yurgan, dalada ham endi dala asfaltli dala bo'lgan. Asfaltli dalada yurgan. Ammo bu yaxshi odamning qo'liga tushsa, shunaqangi semirib yaltirab ketadi. Bu kildi video qilyapmiz aka, buni paddoz qilganimiz yo'q biz. To'g'ridan to'g'ri, ha? Mana bu molimizni bolasimi ekan? Bolasi bu qacha aka buni? Akalar, bolasi bu qacha. Ammo emib yuribdi o'zi. Tagiga qo'yib yuborib, yaylovga qo'yib yuboraman desangiz ham bo'laveradi. Bu bittasi ishlamaydi ekan-a? Ishlamasa kerak. Bittasi ishlamaydi ekan, 3 talik ekan. Qani? Nech pul endi buni puli? Bunga 16 berishsin aka. 16. Eng arzon mol shu. Bolasi bu qacha 16 millionga. Eng arzon shu mashina shunchasining ichida. Endi masalan buni yemlaydigan akalar bor. 2-3 oyda bir pastalik pachka qilib yuboradi. Onasini yemga tashiysiz, bolasini mana. Bolasi o'zi yemga kirib qolgan. 4 oylik bolasi bor-da buni. Ozgina boqsangiz, o'zi yaxshi pulga sotaverasiz. Buni bolasimi? Buni bolasi nariga xunajincha. Tetik. Narigisi, chiroyli. Mana shu xunajin. Yugurib o'ynab qilib yuribdi. Buni yaxshi xunajincha ekan. Chiroyli sifatli. Onasi ham yosh. Tutaklari ham uzun. Endi qarasangiz, suti beradi. 6-7 litr suti bo'lsa kerak mana. Sutiga biz birortasiga garantiya bermaymiz. Faqat asha eni bo'lgan hisobida olisharsan. Sigirda bo'yi 1.25 yonib berdi. Endi yoshini to'g'risi 3-4 qorin deyapti. Aniq tishini ochib biz ham ko'rganmiz yo'q. Mana shu holatiga berilyapti. Akalar kelib ko'rib olsangiz imkoniyat bor. Ko'rib olaverasiz. Qani, pulni nech pul aytamiz buni?
Oka 21 million berishsa bo'ladi bu. 21 million. Narki bolasi, ya buni ham qo'shib beramiz. Yo'q, bu boshqasining bolasi. Bu qaysining bolasi? Hozir endi onasi chiqadi uni. Aha. Hop, navbatdagi sigiramiz. Bu bolasi. Bolasi xunajincha. Oqbet. Ha, onasi ham sal xunajinda sal kattaroq, uka bu. Ha, jicha kattaroq. Endi 1.15 ga olasizmi shunaqa. Ammo hammasini mana yillarni ko'ryapsiz-ku. Bolalari doim bo'sh yuradi ekan. Tagida-da. Hozir bo'ylatdim. Bundan oldin videolarni ham qo'yib qo'ying, uka, olganingizni ham. Aha. Hozir nech pul? Bunga 14 million berishsan, uka. Bunga 14. Navbatdagisi. Bolasi bormi? Shuni bolasi o'sha xunajincha shikeli menimcha. Ha. Mana shu xunajincha shuni bolasi. Pitillab turibdi-yu. Mana shu xunajincha shuni bolasi bo'lishi mumkin. Ha, shuni bolasimi, amak? Ha, bo'ldi. Mana shuni bolasi ekan. Hop, bo'ylari 1.25 atrofida bo'ylari nocha ekan. Buni eti sal dadilroq. Ishtahasi ham yaxshi endi, badani ham yaxshi. Bolasi ham katta. Ha, bolasi ham Suti ham yaxshi uka buni. Qarasangiz, alohida ajratib yemini bersangiz, 7-8 ta sut beradigan sigirlar. Qarang, ishtaha zo'r. Faqat qarovjincha pastroq ekan. Biz mollarga qaramaymiz deb edi uka. Faqat bozor birinchi marta YouTube'ga chiqishimizdan birinchi marta. Haligi bozorga faqat keladi, ketadi-da bizda. Nech pul aytamiz? Buni uka Ana bola 16,5 berishsin bo'ladi uka. Hammasini dastavkadan kelishiga holatda qilib beramiz. O'zimizga yaqinroq joy bo'lsa, imkon qilib qilib beramiz. Sal rayonlarda yoki bir uzoqroq joylarda bo'lsa, qandaydir holatda hisobini qilamiz. bu tarafni ham ko'rsatib ketamiz. Ha, bularni ham ko'rsating. Yoki bularni ham yana qilib ketaveraman bu bola. Bola yakka sigirlar. Ha, yakka. Yakka sigirlar. Bu yerda nech puldan nech pulgacha mollar bor? Hop, uka, shu molni 6,5 ga beraveramiz. Mana bu Shu molni, ha. 6,5. Bunisi-chi? Hop, bunisi narxi esimda yo'q. Hop, manisini uka 12 ga beraveramiz. 12. Mana eni bola. Buni olib chiqtirganim yo'q. Bolasi katta, shuni olib qo'ying. Onasi naqd bo'g'oz. Bola 10 ekan. Yo'q, buqacha, uka, katta buqacha. Ha, buqacha ekan. Nuqtalari ham tekshiryapti. Birovdan o'tdi men kelganiga, men boquvga tashlagandim buni. Onasi xuddi shunaqa edi. Olib qo'ying uka. Ancha etlarni bir pasda yaxshi ketadi bu mollar. Yo, buni yo'li bor. 2-3 odali yaxshi qaraydigan akalar semirtirishdi. Bolasi tagida yurgan shuni ham. Semiradigan varianti mana shunaqa qisir mol boqsa edi. Ha. Qanchaga beramiz? Buni 30 ga beramiz uka. Bolasi 15 million o'sha o'ylayman. 30. Ha. Bunisi-chi? Yakka. Hop, buni 13 millionga beramiz uka. 13 ga. Ha. 11,5 ga beramiz uka buni. 11,5. Ha. Bular hammasi qisir hisobda ketyapti. Qisir hisobida qonda bolasi bo'lsa bonus uka. Tekshirib olishadi. 8,5 ga beramiz uka. Yo'q, yo'q. Sigir 8,5. Sigir. Buni Suti bor uka buni. Yaxshigina suti bor. Buni ham 8,5 ga beramiz uka. Narigini 12,5 ga beramiz uka. U yosh. Unda jinslar bitta yerda tuqqan xolos. Eti ham yaxshi qossoblarga bo'lsa, so'ygani ham bo'laveradi. 12,5 ga juda chiroyli. Tugadimi? Tugaydi uka hozircha. Telefon nomer. Hop, 91 348 30 62. Ammo ishtahalari zo'r ekan. Oxirida qarang. Shipirib, yalab tashlayapti. Yana boshqa nomer qo'yib qo'yaylik. 90 596 74 14. Ukamniki u qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Samarqand Savxoz teparog'ida. Qancha? Bozordan ozgina teparoqda. 2 km, 3 km teparoqda. Raketlar tashlab qo'yamiz, kelib ko'rib olish imkoniyati bor. Hammaga omad, hamma chorvasiga topgani Alloh barakat. Like bosib, do'stlarga jo'natib qo'ying.